Assalomu alaykum hurmatli bankimiz mijozlari, hurmatli tadbirkorlar. Mana bugun sizlar bilan yig'ilib tadbirkorlar uchrashuvini o'tkazishdan maqsadimiz bizim bankimiz mijozlariga sifatli xizmat ko'rsatish, shuningdek sifatli xizmat ko'rsatish orqali ish o'rinlarini yaratish va iborat ushbu uchrashuvimizni boshlaymiz. Marhamat, kimda qanday murojaatlaringiz bor? Murojaat lista bor. Men To'rayev Otabek Isroilovich o'zim band qildim. Shu chorvachilik bo'yicha biznes rivojlantirish bo'yicha 17 million so'm kredit ajratib berishlaringiz, amaliy ko'mak berishlaringizni so'raymiz. Rahmat. Murojaatingiz uchun Otabek aka, sizga mana bu bizda bankimiz mahsulotlari bor. O'zini band qilgan mijozlar uchun, fuqarolar uchun biznesga ko'mak kreditimiz bor. O'sha sizni maqsadingizga mos keladi. Buni ko'rib chiqib sizga ijobiy haq beramiz. Keyin yana kimda murojaat? Marhamat. Men Abduxoliqov Farhod. Men o'zim band qildim. Men shu Agrobankdan 10 million so'm miqdorda amaliy yordam qilishlaringizni so'rayman. Chorvachilikka. Farhod aka, o'z bank qilganimizdan xuddi sizga shuningdek akani aytganimizdek, bankimizda o'z bank qilgan fuqarolarga biznesga ko'mak kredit mahsulotlarimiz bor. Shuni sizga murojaatingizni ko'rib chiqib javobini aytamiz. Rahmat. Marhamat, kimda? Men 15 million kredit olmoqchiman. Quvonchbek Mardanovdan, sizlar fermer o'zi rahbarisiz. Rahbarman. Sizlardan iltimos qilib so'raman. Neftka, nima maqsadda? Mineraloglarga. Mineraloglarga? Buni hozir siz murojaatingizni ko'rib chiqamiz, belgilangan tartibda ko'rib chiqib murojaatingizni ijobiy hal qilib berish chorasini ko'ramiz. Rahmat. Yana kimda murojaat bor? Murojaat yo'qmi? Bormi? Katta bo'lgan katta chaqirib